yaxshimi bu ikkinchi kunda, birinchi kunda umummillionikiga turish menga yoqmaydi. Hozir endi mana bitta ozgina pul olaman. Pulda hammasini olishim ham shart bo'lsuncha 11,000 so'm yetadi. Ona tili matematika kundalik olaman bunaqa. Bu ona tili ekan ona tili ekan endi bu bu matematika jismoniy ona tili va bu bor yaxshi ham ikkinchi kundan jismoniy bor. Men formamni kiymabman. Mana ko'ylak, qora shimi, qora tufli. Tutqilamabman. Mana kiyindim. Va endi ketdim maktabimga. Choy ichishim kerak, bas shunga kech qolyapman. Mana endi tezda yugurib boraman, lekin yana o'sha men yomon ko'rgan kelyapman. Keldim. Nihoyat ish qilib yana kech qolmagan bo'ldi. Tezroq jismoniy tarbiyaga kirib kelyapti. Chunki jismoniy tarbiya menga juda yoqadi. Mana assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Nimaga kech qolding? Kechirasiz, kech suribman. Kecha nimaga kelmagan eding? Kasal bo'lib qoldim-da ustoz, kecha kelolmadim. Yoz kanikul bo'yi nima qilding? Yoz kanikul bo'yi o'qishga bordim. Qanaqangi lagerga bording? Matematika, ona tili, ingliz tili shunaqangi lagerga bordim-da ustoz. O'tirishga darsda tekshiramiz. Xullas bugun bizning o'tirishga mumkinmi? Ha, o'tiraver. Seni bir safar kechiraman, lekin kechirishni ham o'zim chegarasi bor, shuni bilib qo'y. Qaysan bit? Ha, yaxshiman. O'zingchi? Yoshlar ko'rib o'tirdim. Saqlab turdim. Xullas ustoz birinchi fan nima? Matematika daftarlaringni olinglar. Bugun faqat endigina ikkinchi kun bo'lgani uchun men sizlarni prosta tak tekshirib olaman. Ya'ni bugun mavzular bo'lmaydi. Mana Endi bo'lsa yozinglar. Matematika darsida birinchi bo'lib sanani yozing. 7-sentyabr. 7-sentyabr. Mana 7-sentyabr. Endi bo'lsa sizlar endigina 3-sinfga ko'chganlaring uchun bitta katay tashab biz karrani 2 karrani yozib chiqamiz. Hammasini ustoz? Yo'q, 5 donasini. Xo'p. Bizga shu ham yetadi. Yozing. 2 kara 2 kara 1 2 kara 1 ten toping. Endi bo'lsa pastdan 2 kara 2 kara 2 teng ten javobni yozing. Dur. Endi yana pastdan 2 kara 3 2 kara 3 javob oldi. Pastdan 2 kara 4 2 kara 4 javobi 8. va oxirgisi 2 kara 5
va 2 kare 5 Javob. va bo'ldi javob demiz. Hozir endi unutibman. Mana bo'ldi. Bo'ldi. Endi men darsda kelgan daftarlarni olib qolaman va tekshiraman. Sizlarga uyga vazifa bo'lmaydi. Ertadan iloji boricha yangi daftar tutinglar. Bo'pti, oldiga qaranglar. Endi bo'lsa men bugungi kunimiz haqida gapirib beraman. Bugun 7-sentyabr, maktabning endi 2-kun boshlandi. Va sizlar endigina 3-sinf bo'ldilaring. Ya'ni sizlar harakatda sinfga o'tganlaring yo'q. Bu degani sizlar juda ham ko'p narsani hozirdan bilishinglar kerak. O'zbekistonda bir maqol bor. Yoshlikda olingan bilim toshda o'yib chizilgan naqsh deyiladi. Bu degani yoshlikda juda ham ko'p bilim olish kerak. Masalan, barakalla senga storim. Sen yoz bo'yi mana bu ahmoqlarga o'xshab shunchaki yurmasdan lagerlarga boribsan, o'qishlarga boribsan, matematikani, ingliz tilini, ona tilini mukammallashtiribsan. Bu degani juda zo'r degani. Ish qilib aldamadingmi? Yo'q, aldama. Adam sizlarda nima bor? Mana do'stlaringmi? Obid, ayniqsa sen ham to'g'ri aloch bo'lasan, lekin storimdan barchalaring o'rnak olsanglar yarashadi. Bu eng aqlli bola tanlovda qatnashish kerak. Obid. Yaramas, sen meni aqlli bo'lib ketibsan. Baribir do'st bo'lib qolamiz, to'g'rimi? To'g'ri. A'lochi do'sting bo'lish qadar uzun. Uyga vazifada yordam berasan agar bo'lsa. Albatta. Bo'pti. Kelib o'zingcha a'lochi bo'ldingmi? Xullas, ustoz endi ona tilini olaymi? Yo'q, hozircha jismoniy tarbiya, 2-soatimiz jismoniy tarbiya edi. Xo'p, men jismoniyga chiqib turibman. Bo'pti, qolganlar ham chiqishadi. Xo'p. Istudan chiqadi o'zi. 4tacha odam chiqadi, chunki qolganlarni kasal va forma ham olib berishmagan ekan. Sen forma olib kelmagan yo'qsizsan, lekin chiqish mumkin agarda kasal bo'lmasang. Kasal basman. Mayli, chiq unda. Endi so'zlarga bo'lgan masajeriga. Hoy, storim. Sen biroz kech qolding. Nima ustozing olib qoldimi? Ustozim olib Mayli, biz boshlab bo'lganmiz. Bir qator yugurib chiq. Alisam. Hop. Bu o'rtoqlar nima qilishyapti? Ular basketbol o'ynash qoidalarini o'rganishyapti. Agarda kim qaysi joyda tursa, o'shanda yaxshiroq o'qitiladi, yaxshiroq o'ynaladi. Axir bu basketbol zali-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Mana bu aylanib chiqdim, endi basketbol mana o'ynasam bo'ladimi? Endi o'yna. Qara. Ularning ichida to'plar bor. To'plarni olib, boshqa savatchaning ichiga ko'chirishing kerak bo'ladi. Boshla. Endi hamma joyda to'plab oling, to'g'rimi? Uning ichidagi to'plarni bunga, buning ichidagi to'plarni esa unga qilib takla. Avvaliga unga ham to'p qo'y. Boshladim. Bo'la qol. Barakalla. Yana. Sakratib. Mana. Babino qo'yaman. Menimcha, ya'ni klubda bekor yurmagansan. Mana. So'ram, yana tezlashib ketdingmi o'zingcha? Katta gapiryapti bu. Jismoniy bo'lmasam boshqa qilib qizil kiyim kiyib oldi, yaramas. Balki ismim Sarvar, nima esingdan ham chiqarib yordingmi? Mana san. Mana ezumot qilib qo'yardim. Bilmadim. Endi nariga qo'yishim kerak.
Mana bo'ldim ustoz. Barakalla. Endi yana bir marta aylanib chiq va jismoniy tarbiya darsi tugaydi. Keyin katta tanaffus. Xohlagan narsani olib yeyishing mumkin. Keyin darsga kirasan. Xo'p ustoz. O'zicha yana shuncha yaxshi o'quvchi bo'lib oldi. Sen ko'ramiz darsdan keyin. Formen top-toza turibdi. Juda yaxshi. Rahmat ustoz. Bo'ldi, aylanib chiqdim. Endi ketishga mumkinmi? Ha, mumkin. Hozirda katta tanaffus. Xo'p. Katta tanaffusga qo'ng'iroq chalindi. Demak, birinchi bo'lib xonamga kirib chiqaman. Ustozga aytib qo'y. Menimcha ba'zilar kelib bo'ldi-yu. Ana bitta mana xonam. Ustoz, jismoniydan keldim. Katta tanaffusmi endi? Ha, albatta. Sen nega sekinsan? Boshqa barcha ham kelib bo'ldi. Mayli, katta tanaffus chiqib kelinglar. Jismoniy ustozimiz olib oldi-da. Mayli. Yiqilib tushdim. Oyog'imcha shoshilaman. Endi bundan shoshilmayman. Sekin yuraveraman. Qani endi. Mana bitta va menga yoqgan joy masjid. Ana masjid menga juda ham yoqadi. Market menga yoqadi juda ham. Narsalar juda ham sirali. Hozir men birinchi narsa tanlab olaman. Men pechenye yeyman. Pechenye yegim kelyapti. Xullas mana keldim. Ha, qalaysan storim? Yozgani kul bo'yi seni ko'rmabman. Ha, yozgani kul bo'yi uyimda bo'ldim. Uyimda ba'zi lagerga bordim. Xullas petlardan uzoq joyda bordim. Mana men hozir narsa olaman. Menga kerak narsani oldi. 200 minut qo'yib qo'y. Nechta olsan? O'shancha 100 minut qo'yasan. Xo'p. Bitta pechenye yo'q ekan. Pechenye daraxtidan o'zim olib kelyapman. Olib kelur. Bitta o'zim narsa bor ekan, mayli. Bitta pechenye menimcha yetadi. Endi kerakli ham Zumradni qadab qo'y rastalarga. Xo'p. Uni berib qo'ysam bo'lmaydimi? Yo'q. Qo'lim nima qilaman? Keyin barchasini yig'ib olaman taman ishdan keyin. Bo'pti, kelib tur. Xo'p. Ayni endi katta tanaffusdan xonamga borib bir narsalarni yeb olaman va men ona tili darsi boshlanadi, lekin bu safar kech qolmayman. Endi aniq yuguraman endi. Mana yig'mishga bo'ldim. Mayli endi. Va mana bordim endi. Keldim. Ustorim, dars boshlanyapti, bo'la qol. Bu safar kech qolmading, barakalla. Rahmat, endi asrlarga borishimga vaqt bormi? Ha, bor. Yana 6 minutdan ko'proq vaqt bor. Bo'ldi. Ha, bo'pti, sal kutib tur. Gaplashib turishlaring mumkin. Ha, qalaysan? Ha, yaxshi. Yozgani kul bo'yi ko'chaga ham chiqman. Endi nima bo'ldi? Uyga qamalib oldingmi yoki rostdan ham lagerlarga bordingmi? Rostdan ham lagerlarga bordim. Ko'chaga chiqib o'ynamoqchi edim. Lekin uncha vaqt bo'lmadi. Lekin hozir ana 1-2 kuncha o'ynadik. Birga futbol. To'g'ri, 1-2 kun o'ynadik-da. Yozgani kul 100 kun. Biz bo'lsa atigi shu bir haftadan kam vaqt o'ynadik. Ya'ni bir hafta. Xullas ustoz, tugadimi vaqtimiz? Ha, katta tanaffus tugadi. Endi bo'lsa ona tillaringni olinglar. Xo'p. Mana bu ona tilimi, bu matematika ekan. Mana bo'ldi. Mana bu tushunganlik yo'q. Hozir mana ustoz, mana bu. Endi bo'lsa yozinglar o'rtadan. Son bilan yozaveringlar. 7-sentyabr. Hop, 7-chi yodasib sentyabr. Ustoz, bugun diktan bo'lmaydi, 5 talik testdan bo'lmaydi, to'g'rimi? Chunki bugun 2-kuni. To'g'ri, bugun atigi 2-kun. Shuning uchun men sizlarga 2 dona maqola aytaman. Shularni yozib olishingiz kerak. Birinchisi
yoshlikda olingan bilim yozing. Yoshlikda olingan pastdan bilim. pastdan Yo'q, pastdan emas. Tepadan yozib bering. Olingan bilim pastdan toshga toshga bo'ldi ustoz. o'yib chizilgan chizilgan naqsh. Pastdanmi? Ha. Naqsh. Endi esa pastdan yana Maqol davommi yoki yangi maqolmi? yo'q, yangi maqol. Endi ikkita pastdan Ha. sab va Ona yurtim. ona yurtim Joy tashab. Oltin. oltin Beshigim. Bo'ldi. Bugungi dars tugadi. Aytganimdek, bugun endi ikkinchi kun bo'lganligi uchun bugunda uyga vazifalar berilmaydi. Darsdan kelgan barchaning daftarlarini yig'ib olaman va ertaga tekshirib beraman. Ertaga yangi daftar olib kelavering. Tekshirilgan daftarlar esa shunchaki sizda turadi. Ular endi chirnavik, chunki yangi daftarga yoziladi 3-kunda. Xo'pmi? Xo'p. Mayli, bugunga ruxsat, hammaga xayr. Xo'p. Ustoz uni tashab qo'yaymi? Ha, berib qo'y. Endi tashab qo'y. Kundaligini o'qisa maylimi? Ha, kundaliging qolsin. O'zi urasizmi? Ha. Stop. Kundaligini boshqasini tasab qo'yibman. Mana bu kundalik bosma. Demak, mana bu kundalik. Mana bo'ldi. Bo'ldi, endi ketaver. Sizlar ham xuddi qilgan ishni qiling, ya'ni menga topshirib ketavering. Mana endi ketamiz maktabdan. Va nihoyat mana bu yerda shkafda kiyimlarim bo'lishi kerak edi, jismoniy va bu yerda hozir kiyimlarim yo'q. Va mana bugun ovozim juda yaxshi bas. Chunki birinchi kundan juda ham xafaman. Lekin maktab menimcha yaxshi o'tdi. Yana eng yaxshi o'quvchi bo'ldim. O'tgan yil ham ustoz balki keyingi yilga yaxshi o'quvchi bo'lalarsan degandi. Mana yaxshi o'quvchi bo'ldim. Ana bu mani uyim. Uyim kattaligini endi yaqinda mashina ham sotib kelibdi, lekin sotib ololmayman-da. Ana nihoyat keldim. Mana o'qituvchilardan qarashim va qarab tofli bilan bitta qo'yaman. Kundalikda ozgina yotib dam olaman.